Jasur aka, bu vizalaringiz qatga shuncha vizalar terib qo'yibsiz? Bu vizalar Saudiya Arabiston vizalari, aksariyati mehmonxona sohasi, aksariyati qurilish. Riyodgami bular? Riyodga, Jiddaga, Makkaga. Makkada ham ishlagani ketishyapti, xudo xohlasa. Makkada ham 5 yulduzli mehmonxonada vakansiyalarimiz bor. Makka haramda ichida Jabal Omar 5 yulduzli mehmonxona Marriott Groupga qaraydi. Ishlagani ketishyapti. Bularimiz xudo xohlasa mana ketganlar yana ketyapti. Turkiyaga ketmoqchi bo'lganlar. Turkiyaning vizalari xudo xohlasa bular. Mehmonxona bu ham. Bular mehmonxona. Borib kelganlar yana ketayotgan ekan. Bular xudo xohlasa mana aprelning boshida ketadigan. Umumiy bir 100-150 ta odamni Turkiyaga jo'natib yuboramiz sezonni ishlaga. Mehmonxonaga. Saudiyaga ham bir 150 ta 200 ta yetkazib yuboramiz. Xudo xohlasa aprel oyida mo'ljalimiz bor. Bir qancha kun oldin Ramazon boshida e'lon bergandik. Tekinga. Tekinga, Hayriya Naimixdan to'plamda bir 200 ga yaqin fuqaro yuboramiz.